Qashqadaryolar ham bunaqa aksiya qila olmaydi. Akamiz Yormazorda Qashqadaryosidan, xudo xolasa. Qarang, mana shu ko'chasi, oshi, salati, yarimta non, choyi nechi ming? 25 ming so'm. 25 ming. 25. Nechidan nechgacha bu set bo'ladi? Ertalab soat 10 dan kech payt 6 gacha. 6 gacha mana shu set bo'ladi. Set bo'ladi. Ya'ni osh, ko'chasi, mashi. Ikkita odamga ovqatlanib ketsa bo'laveradi. Bittada. Qarang mana. Bu qarang endi, bitta bo'layotgan narsani qarang. Birinchisi jigar shashlik. Yo'q, kuskovoy. Kuskovoy, File shashlik, go'rdak shashlik, tovuq shashlik, tandir go'sht, qo'y go'shti, mol go'shti ham bor. mol go'shti ham bor, orqasida Mol go'shti, qo'y go'shti. Bunisi tovuq, a? Bunisi tovuq. Salatlari bo'lyapti. Bundan tashqari keyinlarda ham bitta narsalar bor, ko'rsataman. Bu setni endi birovga bermaysiz, o'zim setga. Yangi yilga bonus. Yangi yilga bonus. Somsan nechi pulsiz jupini? Jupi 20 ming so'm, kichkina. Jupi 20 ming. Qo'y go'shtida. Qo'y go'shti. Bemalol kelishaveradi. Sho'rva, ko'cha, osh. 10 da pishadi. 10 da pishadi. Mana qarang, ko'cha, sho'rva, osh bo'lyapti. Soat 10 da hammasi tayyor bo'ladi. Somsa ham, tandir go'sht ham hamma tayyor bo'ladi. Keling, lokatsiyasini tushuntirib qo'yaylik. Qanday edi bilasizlar, Farg'ona shahar Kalsavoyda. Baq Kristal maktab, bu tomon kelish Bahor zapravkadan kelish. Yo'lni bo'yida, o'na Bahor zapravka, ya'ni Polsha bozoridan o'tib kelayotganimizda Ag'uja Ko'ksaroyga chiqib ketish yo'lni bo'yida mana. Qanday? Soat 10 dan boshlab meni obunachimga taklif qilaman. Akamiz Yormazorda Qashqadaryosidan, xudo xolasa bemalol kelaverasizlar.